Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Istanbulda yana bir ko'zga ko'ringan Sulaymoniya masjidiga kelganman. Juda Ibn Sulton Ahmeddan ham katta ko'rinadi. Judayam zo'r ekan. Yarım saate geleceğiz de. Teyzetmeyin yani. Eski zamonga tushib qolganga o'xshaydi odam. Otlar bo'lsa yetarli shu maqsadlarda o'rniga. Shunday dahshat. Kuzatib boringlar, endigi video Sulaymoniya. Kuzatuvchilar, bu qaysi tomoni, oldi tomonimi, orqa tomonimi aniqlab bo'lmaydi. Bu tomon dengiz, bu tomon Sulaymoniya masjidi. Ko'ryapsizlar? Лучше ближе. Это вообще лицо, наверное. Juda ham katta. Utunni o'zi ham bilmayman. Juda bahaybat. Her şeyle olabilir. Hiç mi bilmiyorum. Endi bu yerlar ham tarixiy joylardan bittasi ekan. Kuzatuvchilar, Sulaymoniya masjidini oldindan kirilish. Shunaqa bahaybat 16-asr uchun juda katta bino. Endi Sulton Sulaymon Qonuniyni qurgan masjid, lekin o'sha davr uchun juda ham katta endi bilmayman telefonda qanaqa ko'rinyapti, lekin yonidan ko'rinishi juda ham bahaybat. Ichkarilariga ham kirib ko'rsatishda davom etaman, kuzatinglar. Bu yer ham shu Sulton Ahmed masjidiga o'xshab juda katta masjid. Yaxshi ko'rinyapti. Yosh paytdagi lyustralar. Mana kuzatuvchilar, Sulaymoniya masjidi mehrobi. Shu yerda o'tirib hamma bizni kuzatayotganlarni, kelganlarga takroran, kelmaganlarga shu yerlarga kelib ziyoratlar qilib ketish nasib qilsin. Hammanglarga duo qildim. Mana bu tomoni qabriston ekan. Hamma shu shahzodalar, ulamolar shu yerga qo'yilgan deydi. Shu yerda Sulton Sulaymonni qabri bor deydi. Shuni ko'rib haqqiga duo qilib chiqamiz. Şiir yazıyor. Kanuni Sultan Süleyman'lı kabrime. Bismillah. Sultan Süleyman. Mehrimah Sultan. Salih Sultan. Asiye Sultan. Bu yerde Sultan Süleyman II. Sultan Ahmet Han. Robiye Sultan. Shu yerda qabri joylashgan ekan. Duo qilamiz. Ana o'rtoqlar, Qonuni Sulton Sulaymon shu yerda
dafn qilingan ekan. O'zini Sulaymoniya masjidini yonidagi maqbarada duolarni qildik. Alloh qabul qilsin. Va keyingisiga kiramiz. Bismillah. Mana bu yerda hozir kiramiz. O'sha kinoda mashhur bo'lgan Birinchi Sulton. Unda Shahzoda Mahmud. Unda Xonim Sulton. Bugun Sulton shu yerga qo'yilgan ekan. Mana shunaqa qilib Bugun Sulton qabri shu yer ekan. Masalan, Sulaymon podshohni yonidek. Mana atroflari ham shunaqa qabrlar qilingan, juda ko'p. Bu tomonlari ham qabrlar qilingan. Shunday Sulaymoniya masjidini yonginasida joylashgan ekan. Hammaga kelib ziyoratlar qilib ketish nasib qilsin. Amin. Mana shunday qilib Sulaymoniya masjidi, Sulton Sulaymon qabri, Xurrem Sulton qabri hammasini kirib ziyoratlar qilib chiqdik. Ziyoratlar Alloh qabul qilsin. Kelganlarga takroran kelmaganlarga shu yerlarga kelib ziyoratlar qilib ketish nasib qilsin. Hammaga rahmat. Kuzatib borganlarga alohida rahmat.